Kecha Karis pochcham uyimizga chiqdi. Karis pochcham uyimizga chiqishdan oldin Karis xolam qaynonamga telefon qilib, Elnaraga aytib videoga olmasin deydi. O'lib turibman men pochchamni videoga olaman deb tavba qildim. Kecha tug'ilgan kun edi Karis pochchamni. To'rtov chiqibdi. Falgaga o'rab. Qaranglar nima zakaz qildim. Bu ham tovuq go'shtli, ham qo'y go'shtli xot-dog. Xot-dogmi, kebabmi nima bo'lsa ham, qani bismillah. Ichi so'sni ekan. Wow. Tovuq go'shti bilan qo'y go'shti yaxshi ketar ekan. Men o'lib qolsam ham endi labimga filler qilmayman. Ikki bolasida og'ritar ekan. Yaxshi so'sni ekan. Bugun Karis qaynonam ofitsiantlik ishlariga ketdi.